Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, Nexia uchish quvozlariga bugun xudo xolasa mana Namangan Norin mashina bozoridan Nexia uchlarni imkon darajasida taqdim etaveraman. Sizlar akalar oldindan bitta like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying. Chunki aka mana avtomat, mexanika qilib kecha Qo'qondan, bugun Namangan Norindan, shanba kuni Andijon mashina bozoridan ham xudo xolasa Nexia uchlar taqdim etamiz. O'shaning uchun ham Nexia 3 kerakmi? Obuna bo'lib qo'ying. 2020 ukam pulini jo'n qilib beraman deb 4-paysa avtomat, kraskasi 100% toza. Mana aka, mashinani holatini qarang. Xo'p, avtomobilda 4-pokoleniya metan gaz, yangi akkumulyator qo'yilgan, ABS konditsioner ishlaydi. Xo'p, LED qo'yilibdi. Заводской diskada 4 ta yumshoq balon. Xo'p, va mana aka saloni. Buni yurgani qancha o'zi? 125 ming probeg, 2020 4-paysa avtomat korobka aka. Bakovlari ham qayriladigan. Evakor polilar tashalgan. Kraskasi 100% toza. Mana aka. Metan gazi va qozonni holati. Hop. Va mana ortidan ko'rinishi. Ana endi aka buni narxi qiziq. Narxi bo'lishini aytamiz, so'radan qilyapti. Aka yopishtirib ayting, oxirini ayting. 8 qilib beraman oxiri. Bo'ladigan bir siqomut bera olmaysan. Akalar mana shu tomonni hisobga olib qo'yinglar. O'z bozorga nech pul deyapsiz? 8200 ozgina o'tib beraman. 8250 xil. 7850 dollarga dur ko'rdi. 2020 4-paysa avtomat, kraskalari toza. Qolgan ma'lumotni o'zida olasiz. Telefon nomer 94lik 506 75. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerlarga telefon qilib omadli xarid kanalidan yoki Furqatbek o'zidan deb aytib qo'yishim, eslaringizdan chiqmasin. Ana endi akalar biz davom etamiz. Navbatda yana bitta Nexia 3 bor. Mana qarang. Aka bu 18 mi? 10 qarang aka. Yo'q, ham salili pastroq kerak desiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysa avtomat bu. 18 avtomat. Benzindami aka? Benzinda. ABS konditsionerlari bor. 2018. Заводской diskada 4 ta largo balonni va aka mana salonlarning ham holatini qarang. 2018 avtomat, yurgani 84 ming probeg. Hop, sidinalarimiz holatlari yaxshi, salonlari polni, rezinka tashab qo'yilibdi. Va mana ortidan ko'rinishi. 2018 84 ming probeg, 4-paysa avtomat. Mana aka, zapaskalar ishlanmagan, qozonlarning holati, gaz qo'yilmagan umuman. Aka, ana endi buni narxi qiziq. 2018 84 ming yurgan toza. Rakmit qana bo'lashib? Oformleniyaga. Narxini nech pul deysiz? Kanaldan bo'lsa 7800 ga ozgina yo'li bor. 7800 dollarga xudo xolasa ozgina yo'lini qilib beriladi. Qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz, faqat naqdgami? Naqdga. Telefon nomer 93lik 407 0761. Aka rahmat. Ushbu nomerlar orqali qolgan ma'lumotni o'zida oling. Sizga like bosib qo'ying. Aka bozorlarni bersin. Yomon emas. Bu 17 mi shunda? Aka mana qarang. Navbatdagi Nexia 3 2017 ashi bejiviy salon deydimi aka buni? Sariq salonli hurmatli vatandoshlar. Hop, ya'ni endi bular nima desam ekan? Nexia 3'larda eng fullari mashina bo'lgan boshida. Aka, bunaqalar kam bo'lgan keyin TVda video registratori bor. Qancha yurgan bu? Probegi 92 ming probeg, 2017, kraskasi toza. Kraskalari toza akalar. Bay yashang. Mizga pultlariga dur bor xudo xolasa. Oldini ochaveraymi? Oldini ochamiz. Reyonim bo'lmagan bunaqa aka polilar tashalgan ekan, sariq polilar. Kapotni ham bosib qo'ying bir yo'la. Mers deflektorlar bo'lgan. 4 ta Cobalt diska, yumshoq balon. Akalar uzrolmi? Ozgina. 2017 mana aka avtomobilni motorning holatini qarang. Hop, ABS konditsioner bor, metan uстановka bo'lgan, motor hadovoylar zo'r. Yaxshi. Hatto bitta narsani ko'rishingiz mumkin. Oldi labovoydagi oynalari ham, asli zavodskiy o'zini originalda qarang, 16 sifra bo'yida turibdi.
Gap yo'q lekin. Bilka ham 17. Bo'ldi. Va mana ortidan ko'rinish aka. 2017-yilda ishlab chiqarilgan 92 ming probeg, kraskasi toza. Va temir metani mana aka qozonlarni holati. Hop. Aka, dokument qana bo'ladi buni? Dokument 1 yilga general chiqadi. 1 yilga keyin chiqadi. Bo'ldi, undan anga chiqmaydi. Akani boshi kerak shekilli ham. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz? Ha, yaqinroq aytavering aka. 7800 yozini o'tib beramiz. 7800 ga yana ozini o'tib beradigan joyingiz bor. Faqat shtirgami? Shatirga. Telefon nomeri 94 lik 271 30 71 71 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Omadli xariddan yo Furqat Beydan deb qo'yish esdan chiqmasin. Yoni. Qancha yurgan o'zi probegi? 150 ming probeg 2017. Hop, kraskasi. Kapotda bir qarz petno bor, qolgan joyi ham 100% toza deyapti. Tekshirtirib olaveradi. Nech pulga beradiganingiz aka? 6650 oxiri magazini. Aka qarang, avtomobilda bunaqa rullarga doğru qo'yilgan. Video registrator bor, monitor bor, mejigar pult 170 ming dedingizmi? 150 ming yurgan. Evakor polika doğru tashalibdi 2017. Endi aka qarang, avtomat zavodskiy diskada, zavodskiy baloni. Va mana oldidan ko'rinishi. Gem beramizmi? Bay, men qarang 150 ming yurgan, mashina hali benzin. Gaz qo'yilmagan. Gaz umuman qo'yilmagan. Gap yo'q. 10 ta rextopgacha joyi bor ekan. Va mana aka ortidan ko'rinishi. 2017 150 ming probeg. Xo'p, va mana aka qozonlarning holati. Hop, ana endi gen chiqadimi? O'zimiz generallarimiz o'zimiz nomimizda ahvolga iloji bo'lsa. Iloji boricha o'tkazib olgani. Akalar, beriladigan narxi 6650 dollarga 2017 150 ming yurgan, kapotining uchida bir qarz petnosi bor, mashina benzin. Hop, telefon nomer 94 lik 268 55 raqamlariga murojaat qiling, qolgan ma'lumotni o'zida oling. 34 ming probeg, gap yo'q akalar, davom etamiz. Xo'p, navbatdagi Nexus 3 avtomobilimizni ko'ring ukam. Bizga yili yangirog'idan kerak, iloji bo'lsa kamroq yurgan deganlarga 2022-yilda ishlab chiqarilgan oxirgi avtomatlardan bu. Xo'p, kraskasi. Kraskasi to'rtta kraskasi bor. Yo'q falay, 34 ming probegda ya. Mana aka avtomobilni motorlarini qarang. 34 ming probeg 2022 4-paysa avtomat, ABS konditsionerlar bor. Ukam top petnosi bor dedi. Dokumentga keyin chiqadimi? Zavodskiy diskada 4 ta yangi balon. Xo'p, 34 ming probeg 2022 va mana salonning holati. Aka, holatlarni ko'ring. Zapat kaltlari bilan turibdi, video registrator, mejigar pultlari bor. Saloniga ashi tiniq, xudo xolasa, motivli holatda turibdi. Hop. Va mana ortidan ko'rinishi. 2022 34 ming probeg. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan. Ana endi aka buni petnosi qaytdi. Qarang aka, shopir tomon. Ha, bo'ldi, o'zi bilan turibdi-ku, haqiqatda aka, ha. Mana shopir tomon, shopirning eshigi bilan orqa eshigi mana mana shu yerda bunday sarg'ayibroq turibdi. To'pda aka petno bor ekan. Boshqa joyi toza. Tekshirtirib olaveradi. Narxini necha pul so'rayapsiz? 9000 dollar kami bor. Ha, ozgina o'tib. Agar kraskasi toza bo'lganda bunaqalarda endi akamizga yonbosh bo'lmasin, 10 ming deyishyapti o'zi asli. Mana ashetini o'ziga keldi 1000 dollar o'shalardan arzon narxda. Xo'p, faqat naqdmi? Naqdga. Ya oformleniyaga. Telefon nomeri 93 lik 561 33 35 ha 33 35. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling va mana shunaqa mayli petnosi bilinmasa olaveraman deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Endi aka bunisini ko'rsatmasam bo'lmaydi-da. Bay, men qarang aka. Polni navrotlari bilan. Ukam hadovoylari ham polni mers qilingan deyapti. Navbatdagi Nexia 3 2022 qora rangidan so'raganlarga kraskalari toza, xudo mers hadovoylarga do'r qilingan ukam. Salonda navrotlariga do'r bor deyshap. 50 partiyada asosiysi. Keyin chiqaversa kerak. Mana aka avtomobilning motorining holati. 4-pokoleniya propan, ABS konditsioner bor.
2022 Zavadskoy diskada 4 ta yumshoq balon aka, xudosi qishga doğru xizmatingizni qiladi, shumkalarga doğru bo'lgan va salonni qarang aka. Tonirovka ruxsati yo'q dedi. Mers deflektor, rul, Malibu bar, monitor, pataloylar polniy zamish alikantara bo'lgan. Hop, undan tashqari orqani bitta bossam, aka probegi 80 qancha edi? 86.000 probeg. Toza. Kraskalari toza mana aka, propan gazlari, qozonni holati. 2022 86.000 probeg, kraskasi toza, 4-paysa avtomat. Ukam yumshoq balon, Mers hadovoy, rul, bar hamma yo'q bo'lgan shumkalariga dur. Narxini necha pul deyapsiz? Narxini 9800 kelishtiramiz. $9800 kamini qilib berasiz. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Naqdga. Telefon nomeri 88 88lik 520 520 00 51 raqamlariga murojaat qiling va mana shunaqa qora Nexia 3 qog'ozlariga tadlis qilib qo'yishim esdan chiqmasin. Tonirovkaga ruxsat olsangiz bo'ldi ekan aka, bizga like bosib qo'ying.